Bozor 19-kvartal. 2 xona, 3 xona qilingan zerkalka uyimiz Yevro remontdan chiqdi. Uyimiz упакованный holatda. Domimizni oldi devorlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashina qo'yishga parkovkalarimiz shuna domni yonida joylashgan. Domni devori keng. Orientirimiz 19 bozorchani shunda orqasidagi dom. Bu yoq tarafda WhatsApp перекрестка. Bolajonlarimizni o'yin gohi diska tashlayotganimiz bu yoqda joylashgan o'rtada. Uyimiz birinchi etajda, ikkinchi podez. Uyimizga podezdan kirib kelish eshigimiz, o'ng qo'limizda tabu, hojatxonamiz joylashgan. Keyingi vannaxona. Uyimizga kirib kelganda chap qo'limizda spalnyamiz joylashgan. Planirovka, zerkalka. Umumiy maydoni 52 kvadrat. O'rtada zalimiz. Ko'rayotgan barcha mebel texnikalar hammasi qoladi. Sifatli jihozlar bilan biz to'ldirib qo'yganmiz. Bolajonlarimiz uchun detskiy xona. Va navbatdagi xonamiz ayollarimizning sevimli xonasi, kuxnyamiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Narxi $74.500.